Hammaga assalomu alaykum. Sizlarniki 202. Bugun sizlar bilan mana shunaqa zonada maskaratlar topishni o'rganamiz. Birinchi maskaratimiz mana bu yerda hozir. Maskarat deganiga hech kim tushunmagan bo'lsa, bu droplardan chiqadigan yashil o't kiyim, boshqa kiyimlar Nursada kimlardir g'alati sariq kiyim chiqadi. O'sha sariq kiyimni olishni o'rganamiz. Mana bu yerda chiqib ketishga yo'l bor. O'shani mana bu yerda har joyga kelganda mana bu joyda turadi. Olasizlar. Mana ikkinchi maskarat. Bu yerda 4 ta maskarat bor. Ikkinchi eng yuqoriga tushib ketdim. Ikkinchi eng yuqorida chiqib ketamiz. Shu yapasida. Haytgancha meni kanalimga like va obuna bosib qo'yinglar. Shu oyning oxirigacha 20 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Mana bu yerda ikkinchi maskarat bor. Olamiz. Bu sal oqroq ekan. Bu yerda ham tovuq bor, tovuq. Qoch. Tovuq hech narsa qilmaydi. Yarimta maskarat bor. Mana. Lekin zo'r tushdi. Bu maskarat maskaratni qayerdan olaman desanglar, hamma ustiga chiqasizlar. Nereden çıkaracağız? Çıkarlar diye. Böyle de bak maskarat bu. Endi to'rtinchi maskarat qayerdaligini topamiz. Ya'ni qayerdaligiga boramiz. Bitta g'o'zukcha. Tushdimi? Oxirgi maskaratga bizga qayiq kelaveradi, qayiq. Kanalimga yangi kelganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bolalar masalada sizlarda ham bo'lib qoladimi? Ishlemga qaratasizlar. Bitta g'o'zukcha bo'ldi. Bitta g'o'zuk. Mana. To'rt oltida g'o'zuk. Bundan keyingi videomda aniq yo bittasini tidimni xo'rlaganlarim chiqadi. Yo prank chiqadi, prank chiqsa edi. Aeroplan Hozirlar ko'rsaman. Oxirgi maskarat qayerdadir? Mana bu yerda. Ana.
Bekar aeroplan düştüm de. Vallahi aytilar da tez aeroplana ketimi. Tez ki. Evet. Maskalat. Aeroplan yokmuşum ben. Git. Yaz mısın, bahar mısın? Yer diyoruz aeroplanda. Kodralı. Молодец. Bunu aytgancha kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa kommentariyada idlari yozib qoldirasizlar. Keyin esa men sizlar bilan bemalol o'ynayman. Shatdan bo'ladi, UC'dan bo'ladi, libochasiga o'ynayman men. Hozir. Oq maskalatdagi qorli sezon kelganda oq maskalatni topib o'ynash kerak-da. Mana yerda dropda chiqadigan yashil maskalat bor mana. Keyingi safar yo bittasi xo'rlaganlarni chiqadi yoki prank video kim sog'ingan bo'lsa yoramiz. Unda men ikkinchi akkauntdan Varon Puvuk degan tanishim bilan prank qilamiz. Men qiz bolaniki qo'yib olaman yoki o'g'il bolaniki. Bugungi videomiz shu. Bugungi videomiz shu. Mazza tomosha qildingiz degan umiddaman. Nima? Mashina bitta ko'rib ketaylik. Halo? Ye? To'sasego. Ya da men cho'zdim kerak bo'lsa Telegram kanalida yozib qoldiring. Boshqa to'xta deysiz. Va xayr bolalar.